Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Inna ad-dina yusrun va lan yushadda ad-dina ahadun illa g'alaba." Din osonlikdir dedilar. Kim endi dinni haddan tashqari qattiq ushlab, o'ziga mashaqqat qilib olsa dedilar, din unga g'olib bo'ladi. Ya'ni u charchab bardosh berolmaydi. Walakin saddidu va qaribu dedilar. Balki ibodatlarda mo'tadil bo'linglar, mashaqqatga qo'ymanglar. Tasdid degani ibodatda, amallarda o'rtacha yo'l tutish. Ya'ni sizlar faqat buyurilgan narsalarga suskashlik qilmanglar, kamchilikka yo'l qo'ymanglar, keyin o'zingizlarga toqatingizdan ortiq yuklamanglar. Ortiqcha mashaqqatga tushmanglar. Ifrot tafritdan ehtiyot bo'linglar bo'ldi. Ya'ni ifrot bu haddan oshib ketishlik bo'lsa, tafrit suskashlik qilishlik. Ya'ni shariatimiz mo'tadillik va doimiylik bilan ibodat qilishga undaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Va inna ahabbal a'mali ilalloh adwamuha wa in qall." Allohga eng suyumli bo'lgan, mahbub bo'lgan amal oz bo'lsa ham davomiy qilinganidir deb aytadilar.